Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana navbatdagi darvozani ko'rishingiz mumkin. Haytik uslubidagi 2 qavatli baquvvat yasalgan darvoza ekan. Hozir bir qator ko'rib chiqdim. To'g'risini aytsam, yig'ish, terish va tiklashga ham yordam berdim. Ko'ryapsiz, buni afsona fason deyiladi. Darvozaning nomini 2 qavat. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketay material haqida. Oldi listlar, ya'ni gibkalar 1.5 dan stiklarda solib 5 kunga qilingan. Bemalol ovozini sinab ko'rishingiz mumkin. Orqa tomoniga esa 1.7 listdan tekis yopishtirilgan. Hop, nerjavaka ham ishlatilgan. Mana qora glansovый nerjavaka bor. Hozir olmadik. Nima uchun? Buni kelishib qoladigan bo'lsa, kimniki bo'lsa ham olib borgandan keyin shikastlamaslik uchun, ortiqcha chizilmaslik uchun salfanni olganimiz yo'q. O'sha joyda olib beramiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 320, balandligi 3,5 metr. Bu yon tomonlariga 10 2 stenali profil ishlatilgan, pastiga 10lik shivler. Tepasiga esa 10/5 profildan ishlatilgan 1,5 stenadan. 6/4 profildan ishlatilgan, bu ham 1.7 1,5 stenadagi profildan ishlatilgan. Kraskasi mokriy asfalt, biroz shom bo'lib qoldi, sizlarga biroz qorong'iroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin umuman rangli ham to'g'risini aytaman, darvozani egasi ham kraskachi, o'zi qo'lidan chiqarib, o'zi yasab ideal holatga keltirgan. Shuning uchun ham narxi birozgina ko'pchilikka solishtirib ko'rish mumkin, arzonroq. Umumiy narxi shu yerdan olib ketaman deydigan bo'lsang, 11,5 millionga berib yuboradigan bo'lindi. Endi qayerga olib borib o'rnatiladi aytaylik, vodiyning ichiga balki vohadir. Unisini albatta kelishib o'tiladi. Aytmoqchi bo'lganim aytaylik, vodiy balki Namanganda bo'lsa, yanada sizga arzonroq tushishi uchun bu yerdan bo'lish narxini aytib o'tyapmiz. Ko'rib turibsiz, hozir orqa tomonni ham Ilyosbek ko'rsatib o'tamiz. Bemalol tekshirib ko'rish mumkin. Ochilib yopilishlarini ham ko'rdik. Kalitkasi mana bu yerda turibdi. Bu ham adashmasam 80 shekilli. 75-80 2 metr balandlikda ochilib yopilar ekan. Orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Faqat orqasini biroz tomonga o'tib olaverasan. Hozir tiklashni chala yuvib atvorganimizga biroz doqqa o'xshab turibdi, lekin ideal holatda orqa tomoni ham mana. Gravitexni ham sepib, chiroyli holatga keltirib qo'ygan. Senter zamok. Aytgancha, shanrga keladigan bo'lsak, ko'rinyaptimi? Shanr, pachimlik shanr qo'yilgan ikkita. 38 razmer shekilli, razmeri atashmasam sanadi kattaligi. Kaltkada ham bor, pachimligi, katta qanotlarda ham bor. Aytgancha, lazer, tepada lazer gulin listi 1.7 dan. Taxiya 60 tashalgan, 60 bo'lsa 3,5, deyarli 290-285 atrofida katta qanot ochilib yopiladi balandligi. Qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqachi sizlarning ma'lumotlar berib o'tamiz. O'rnatish, boshqa voha umuman olganda barchaga o'rnatib bera olamiz. Narxini takrorlab o'taman. Shu holatda, ideal holatda hamma joyi baquvvat. Agar yangi xuddi shunday darvoza yasaman deydigan bo'lsang, albatta bu narxda to'g'risi topishlaring o'ta qiyin holat. 11,5 millionga ideal holatda mana shu yerda turibdi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlaring mumkin.